Larmidingiz, Amir Temur qabrining ochilishi bilan Ikkinchi jahon urushi o'rtasidagi bog'liqlik haqida tarixda juda mashhur voqea bor. 1941-yil iyun oyida Sovet arxeologlari Samarqandga kelib, Go'ri Amir maqbarasidagi buyuk sarkarda Amir Temurning qabrini ochishadi. Mahalliy oqsoqollar bu ishni qilmaslikni, qabr ochilsa katta urush boshlanishini ogohlantirishgan. Ammo ularning so'zi tinglanmagan. Qabr ochilganidan atigi 3 kun o'tib 22-iyun kuni Gitler Germaniyasi SSRga hujum qiladi. Bu voqea ko'pchilikni larzaga solgan va afsonani yanada kuchaytirgan. Qiziq tomoni shundaki, 1942-yil noyabrda Temurning jasadi qayta dafn etilgach, oradan bir necha kun o'tib, Stalingrad jangida sovetlar g'alaba qozona boshlaydi. Bu tasodifmidi yoki tarixning sirli ishorasimi? Bilmaymiz. Ammo bir narsa aniq. Amir Temur nomi hamon qudrat, g'alaba va buyuklik ramzi bo'lib qolmoqda. Siz esa bu afsonaga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.